farzandim shu hayit ayyomini biz bilan birga kutib oldi. Men bu narsadan juda ham xursandman va Allohning inoyati, Allohning qudratiga qayta shukrlar aytaman o'rtoqlar. Bu holat hozirlarga qay darajada yetkazib beradim bilmadim, lekin o'sha vaqtda hozirgacha ham bu narsa mening miyamda shunaqa aylanyapti. Alloh shu daraja qudratli zotki, sizga doim eng xayrlisini ravo ko'radi-da. Nimalarni reja qilib, qachongi farzandimiz tug'ilishini, qachon bag'rimizga bosishimizni o'ylab, rejalar qilib yurgan paytimizda Allohim biz uchun eng xayrlisini shu deb bilgan ekan va biz eng ulug' kunda farzandimizni bag'rimizga bosdik. Undan ham asosiysi farzandim ham sog'lom, men ham sog'lom, hech qanaqa ortiqcha qiyinchiliklarsiz farzandimni bag'rimga bosib oldim. Aytishadi-ku, Laylatul Qadr kechasida Qur'on nozil qilingan kunda farishtalar yerga tushadi deb. Shu farishtalar bizni jajji farishtamizni olib kelib berib ketishdi. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Allohimga shukrlar bo'lsin. Sizlar bilan gaplashadigan gaplarim rosa ham ko'p, lekin meni Instagramga uzun qilib qo'ysam hammaga yetkazib bera olmaydi-da Instagram. Endi men yaxshiman, Telegram kanalimda o'zim yurg'izaman, endi homiladorlik paytimda yurgizib berishgan adminlar. Endi o'zim dumaloq soобщениyalar bilan bu narsa juda ham katta narsa bo'lgan, juda ham ko'p. Lekin men hammasini sizlarga Instagramda yetkazib bera olmayman. Undan ko'ra dumaloq soобщенiyada shuni gapirib berganim udobniroq. Chunki Instagramga endi farzandimdan ajrab chiqib, videolar montaj qilib qo'ygani vaqtim bo'lmasa kerak. Shuning uchun undan ko'ra telefonimni olib shuni dumaloq soобщениya qilib sizlarga tashlab berganim yaxshiroq. Kimga og'riqsiz, ortiqcha qiyinchiliklarsiz, razrifsiz farzandim dunyoga keltirganlarim, Allohning mo'jizasi bo'lgan, qadr kechasida bu ishlar bo'lib ketgani, orada aytolmay qolib ketgan gaplarim, hammasini Telegram kanalimda yumaloq soобщениyalar orqali sizlarga yetkazib beraman o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa, agar yokida tug'ish arafasidagi menga o'xshab bo'lajak yangi onalar bo'lsa, bemalol kanalimga o'tinglar, profilim shapkasida kanalim turibdi. O'sha yerda bemalol aytaman, sizlarga eng zo'r tug'ruqxonani ham tavsiya qilaman o'rtoqlar.